Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Qurilgandan buyon har yili muborak Ramzon idi maxsus iftor faoliyatlarini uyushtirish orqali Germaniyadagi turk islom tashkilotlariga, musulmon jamoatlariga, boshqa dinlarga mansub diniy guruhlarga va Germaniyaning har qaysi sohalariga Uyg'urlar masalasini anglitishni izchil davomlashtirib kelgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi 1 aprel shanba kuni yana Myunxen shahrida zo'r ko'lamli iftor faoliyati o'tkazdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining muavin raisi, diniy ulamo Turg'unjon Alovdin apandimning riyosatchiligida o'tkazilgan bu qitim iftorga Yevropa Milliy ko'rish tashkiloti, Yevropa Turk Federatsiyasi, Yevropa Turk Demokratlar birligi, Diyanat ishlar tashkilotining o'z ichiga olgan ko'plagan turk islom tashkilotlarining mas'ullari, Myunxen chet elliklar majlisining a'zolari, turk matbuotlarining muxbirlari va Myunxen shahrida yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizdan bo'lib ko'p sonda kishi qatnashdi. İftar faoliyatida oldi bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan tayyorlangan va Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan musulmon xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlari, bo'libmi Sharq Turkiston musulmonlarga qaratgan majburiy dinsizlashtirish, diniy asarlarni ko'ydirib yo'q qilish, masjid va mozorliqlarni cheqib tuzilitish, normal ibodat bilan shug'ullangan, hatto bir-biriga assalomu alaykum deb salom bergan Muhammad, Davud, Aysa degan payg'ambarlarimizning ismini qo'ygan, ro'z tutgan, haj qilganlik insonlarni turmalarga, jazo lagerlariga va majburiy emgak maydonlariga qamab qiyin qistoq elishdek vahshiy qilmishlari va Dunyo Uyg'ur qurultiyining Xitoyning bu xil zulmiga qarshi xalqaro sahnalarda elib berayotgan faoliyatlari namoyon qilingan turkcha hujjatli film qo'yib berildi. Orqadilla so'zga chiqqan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandim oldi bilan Sharq Turkiston davosini uzun yillardan buyon moddiy va ma'naviy jihatdan yaqindan qo'llab kelgan Germaniyadagi turk islom tashkilotlariga bo'lgan minnatdorligini bildirdi. Shundaqla Turkiyadagi yetavrash ofatida hayotini ayrilgan butun qarindoshlarimizga Allohdan rahmat, yaralanganlarga Allohdan shifolik tilaydiganligini, Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlarimizning va diasporadagi Sharq Turkistonliklarning moddiy jihatdagi intayin cheklik imkonlariga qaramasdan Turkiyadagi ofat rayoniga qo'ldan kelish yordam qilib kelganligini bildirdi. Dolqin Aysa apandim so'zida dunyo bo'yicha ro'z tutish va iftor qilishdan mahrum qoldirilgan birdan bir xalqning faqatli Sharq Turkiston xalqi ekanligini, dunyoda Qur'oni Karimni o'qish cheklangan birdan bir rayonning Sharq Turkiston ekanligini, insonlarning soqol qo'yishi, xonim qizlarning yog'liq ortishi cheklangan birdan bir rayonning dal Sharq Turkiston ekanligini, dunyoda musulmonlar cho'shqa yeyishga majburlangan, Ramzon haroq ichishga zo'rlangan birdan bir rayonning dal Sharq Turkiston ekanligini, hatto dunyodagi mustabid, diktator va istibdod davlatlarda musulmonlarga qarata Sharq Turkistondagidek bundaq vahshiy zulmning yo'qligini ta'kidlab o'tdi. Navbatda Xitoyning jazo lagerlarida 3 milliondan ortiq begunoh insonning azob oqibat chekayotganligini eslatib o'tgan Dolqin Aysa apandim, Dunyo Uyg'ur qurultiyining va chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarining Sharq Turkiston xalqining erkinligi, hurligi va ozodligi, shundaqli Sharq Turkistonning milliy mustaqillik uchun tinimsiz kurash qilayotganligini ifoda qildi. İftar faoliyatida so'z qilgan Yevropa Milliy ko'rish tashkiloti, Yevropa Turk Federatsiyasi, Yevropa Turk Demokratlar birligi, Diyanat ishlar tashkiloti qatorliq bir qism tashkilotlarning mas'ullari iftorda qilgan so'zlarida o'zlari bilan qon va din qarindosh bo'lgan Sharq Turkiston xalqining erkinligini qo'lga keltirish uchun xalqaro sahnalarda faoliyat olib berayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyini buningdan keyin moddiy va ma'naviy jihatdan davomli qo'llaydiganliklarini ifoda qilishdi. Amerikani o'z ichiga olgan 7 demokratik davlatning hukumatlari diktator hokimiyatlarining chegara halqagan bostirish harakatlariga qarshi turishni kuchaytirish to'g'risida bir o'rtaq xitobnoma, chegara halqagan bostirishga qarshi turish prinsiplari xitobnomasi nomli bu hujjatda diktator hokimiyatlarining parokanchilik silish, qo'rqitish va boshqa vahshiy vositalarni ishlatib, chet ellardagi surgun to'plarga ziyonkashlik qilishiga qarshi turishda tixim cho'ng tadbirlarni elishi talab qilingan. Amerikadagi nopuzli kishilik huquq tashkilotlaridan Erkinlik saroyining 30 mart e'lon qilgan bayonotida ko'rsatilishicha, bu xitobnomaga Amerika, Avstraliya, Germaniya, Kosovo, Latviya, Litvaniya, Slovakiya qatorliq 7 davlatning hukumati imzo qo'ygan. Bu xitobnomaning Xitoy hukumati chet eldagi Uyg'urlarni yurtidagi oila a'zolarini va urug' tuqqanlarini go'riga tutish, telefonni qo'rqitish, tahdid silish qatorliq yo'llar bilan kontrol qilib, ularning oilasi uchrayotgan kulfat yoki lagerdagi urug' tuqqanlarni xalqaroga oshkorlashiga qarshilik qilish bilan ayblanayotgan demokratik hukumatlarning Uyg'urlarni qo'g'dashda taxmi keskin tadbirlarni elish talab qilinayotgan bir vaqt imzolanishi diqqat qo'zg'adi. Erkinlik saroyining bildirishicha, bu xitobnomaga imzo qo'ygan hukumatlar chegara halqagan bostirishning dunyo miqyosidagi demokratiya va kishilik huquq tahdid ekanligi,
uning jiddiy diqqat qo'zg'ash va inkos qaytarishga tegishli masala ekanligini e'tirof qilish bilan bir vaqtda uning jazosiz qolmasligiga, buningga qarshi bardoshlik berish kuchi tashkil qilishga, shundaqla ziyonkashlik uchirg'uvchilarni qo'g'dashga va'da bergan. Lekin yuqorqi hukumatlarning ziyonkashlik uchirg'uvchilarni qo'g'dashda konkret qanday tadbirlarni oldiganligi tilga olinmagan. Erkinlik sarayining ko'rsatishicha, shuning bilan bir vaqtda arab dunyosida hamon demokratiya, Hong Kong demokratiya kengashi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, O'rta Sharq demokratiya qurilishi va erkinlik sarayini o'z ichiga olgan 8 tashkilot chegara halqigan bostirishga qarshi turishni moslashtirish guruhi tashkillagan. Angliyadagi Versik Maplecroft nomli bexatarlikni bağlash tashkiloti yaqinda bir tekshirish doklati e'lon qilib, Xitoyning kun sari kuchayotgan ta'siri dunyoning kishilik huquqiga buzg'unchilik qilayotganligi, BDT kishilik huquq kengashining bu tahdidga taqobil turishda mag'lub bo'lganligini bildirgan. Dokladda qayd qilinishicha, BDT kishilik huquq kengashining o'tgan yil 6 oktyabrda Amerika qatorliq davlatlar o'tirib qo'ygan Xinjiang vaziyatini muzokara qilish taklif loyihasini rad qilishi buning tipik misoli ekan. Dokladda Xitoyning texmi atrofliq vositalarini qo'llanib, ochqishliq BDT kishilik huquq mexanizmlarining Xitoyni tanqid qilishini to'sayotganligi, Xitoyni oqlashga texmi ko'p davlatlarning qatnashayotganligini bildirgan. Dokladda qayd qilinishicha, Xitoy 2022 yil oktyabrda Amerikaning Uyg'ur masalasini muzokara qilish taklif loyihasini Indoneziya, Qatar, Arab Birlashma Xalifaligi qatorliq ko'pinchisi musulmon ellari va bir balvoq bir yo'l qurilishiga qatnashgan davlatlarning qo'llashida rad qildirib, hayron qolarli g'alabaga erishgan. Dokladda BDT kishilik huquq kengashiga a'zo davlatlarning 70%ning puhraviy, siyosiy haqlar, so'z va ifoda erkinligi qatorliq chet ellarda nachar yoki favqulodda nachar davlatlar ekanligi. Bu davlatlarning Eritreya, Sudan, Bangladesh, Pokistonlarni o'z ichiga olganligi, 35 davlatning bir balvoq bir yo'l qurilishiga imzo qo'ygan ellar ekanligi ta'kidlangan. Shu qatim Qozog'iston bilan O'zbekiston Amerikaning Uyg'ur vaziyatini muzokara qilish taklif loyihasini rad qilgan davlatlarning qatoridan o'rin olib, muhojiratga Uyg'urlarni va Uyg'ur tashkilotlarini qattiq umidsizlantirgan. 28 mart kuni Dunyo bankasi birlashib e'lon qilgan bir dokladda ko'rsatilishicha, Xitoy yaqinqi 5 yilda bir balvoq bir yo'l qurilishiga qatnashgan qarzdor davlatlarga 185 milliard dollar qarz bergan. 29 mart kuni Germaniyaning Berlin shahrida Axel Springer erkinlik fondi jamiyatining qurilganligi e'lon qilindi. Merkezi Washingtondagi Uyg'ur harakati tashkilotining rahbari Roshan Abbas xonim bu fondi jamiyatining maslahatchilar guruhisidagi 6 nafar xodimning biri bo'lib tanlandi. Axel Springer erkinlik fondi bo'lsa, Axel Springer axborot va texnologiya guruhining qurg'uvchisi, Axel Springerning erkinlikni barliq qimmat qarashlarining asos qilishdan iborat tavranmas irodasini yana bir qatim namoyon qilish, dunyoning har yeridagi erkinlik jangchilariga ilhom berish uchun qurilgan bo'lib, bu fondi jamiyati Xitoy kabi mustabid davlatlarning zulmlariga qarshi kurash qilayotgan erkinlik va demokratiya yo'lida badal to'layotgan insonlarni qo'llashni, qo'g'dashni, ularning fidokorlik ro'yiga ilhom berishni tub maqsad qilgan. Mazkur fondi jamiyati yana Axel Springer jasorat mukofoti ta'sis qilib, yilda bir qatim dunyoning har yerlaridagi erkinlik jangchilarini baholab mukofotlaydi ekan. Axel Springer erkinlik fondini Germaniyadagi danglik axborot va nashriyat guruhi hisoblangan Axel Springer axborot va texnologiya guruhi qurgan. Bu guruh Germaniyada nashrdan chiqadigan tiraji eng yuqori bo'lgan Dunyo gazeti, Suratlar gazeti, Aynak, Politico va Pakt qatorliq ko'plagan gazet jurnallar, nashriyatlar va axborot kanallarining sohibi sanaldi ekan. Mazkur guruhning navbatda 40 dan ortiq necha o'nlagan tarmoq shirkatlari, nashriyat organlari, korxonalari hamda 16 mingdan ortiq ishchi xizmatchisi bor ekan. Ularning 2019 yil yaratgan iqtisodiy qiymati 3 milliard yevrodan oshgan. Uyg'ur harakati tashkilotining rahbari Roshan Abbas xonim bu xususda matbuotlar qilgan so'zida, mening Axel Springer erkinlik fondining maslahatchilar guruhining bir a'zosi bo'lib tanlanishim Uyg'ur da'vosi uchun foydali deb qarayman. Bu o'z navbatida Uyg'urlar masalasining xalqaralashib qaysi darajaga yetayotganligining yorqin bir misoli bo'lib hisoblanadi deganlarini tilga oldi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarkibidagi Shvetsiya Uyg'ur birligi 1 aprel kuni Avstraliyadagi peshqadam jurnalist va yozuvchi, chet ellarda ilib berilayotgan Uyg'ur ona tilini qo'g'dab qilish harakatining asosli boshlamchilarining biri Salima Kamal xonimning Shvetsiyaga ziyorat kelganlik munosabati bilan uning sharpiga Stockholm shahrida Uyg'ur ona tilini qo'g'dab qilish va uni rivojlantirish asosi tema qilingan suhbat yig'ini uyushtirdi. Shvetsiya Uyg'ur birligining raisi va Dunyo Uyg'ur qurultiyining Shvetsiya vakili Baxtnur Abdurim xonimning bevosita riyosatchiligida o'tkazilgan suhbat yig'iniga Salima Kamal
Kamal xonim bilan birga Shvetsiyada yashayotgan bir qism xonim qizlarimiz ishtirok qildi. Salima Kamal xonim suhbat qilgan so'zida o'zining vatanki chog'laridan tortib Xitoyning assimilyatsiya siyosati tufaylidan yo'qolib ketish xavfiga yuz tutayotgan ona tilimizni qo'g'dab qilish uchun elib borgan kurashlari va chet elga hijrat qilib chiqqandan keyin o'zining Sidney shahrida Uyg'ur ona til maktabini qurish va uni taraqqiy qildirish uchun elib borgan tirishchiliklari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tish bilan birga chet ellarda Uyg'ur madaniyatini, san'atini va ona tilimizni qo'g'dab qilishning muhojirat yashayotgan har bir Uyg'urning milliy burchi ekanligini, bo'libmi chet ellarda tug'ilib o'sgan yosh o'smirlarimiz orasida ona tilini söyish, ona tilini o'rganish harakatini qanot yoydirish va Uyg'urlar yashayotgan har bir davlatda maxsus ona til kurslarini qurib chiqish va uni zo'raytishning to'limi zarur ekanligini alohida ta'kidlab o'tdi. Salima Kamal xonim suhbat jarayonida yana o'zining chet elda nashr qildirgan bir qism asarlarini imzolab tarqatdi. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Alloh amanat.